Mana shu borada ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadis shariflarini eslab o'tadigan bo'lsak, ayni muddao bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, kimda kim bir musulmonni o'ldirmoqlik uchun bir og'iz so'z bilan bo'lsa ham yordam bersa, qiyomat kunida uning peshonasiga Allohning rahmatidan noumid degan yozuv bilan qaytariladi deb marhamat qilganlar. Shu o'rinda jihodchilar, qotillik va suiqasdlar uyushtirgan fuqarolarning aksariyati nega dinga daxldor bo'lgan shaxslardir degan savol yuzaga kelishi tabiiy. Gap shundaki, avvalo ekstremistik guruhlar razil maqsadini islom dini bilan niqoblab, o'z buzg'unchi g'oyalarini yoshlar o'rtasida yoyishga harakat qilyapti. O'z tarafiga og'dirib olingan odamni esa diniy ekstremistik ruhda tayyorlab, o'zini o'zi halok qilish, rahbari kimni buyursa o'shani tap tortmay o'ldirish darajasidagi manqurtlarga aylantirishga urinayapti. Bunday da'vatchilarning yo'liga asosiy to'siq bo'ladigan omil bizning diniy bilimga ega bo'lgan imomlarimiz bo'lib, ular Hizbut Tahrir, jihodchilar va boshqa shu kabi diniy ekstremistik guruhlarning g'oyalari xato ekanligini islom ahkomlariga asoslangan holda tushuntirib berayapti. O'z-o'zidan ravshanki, bunday imomlar diniy ekstremistik oqimlarning mafkurachilariga, ularning g'oyalarining yoyilishiga to'g'anoq bo'layotganini Obid Nazarov ham, uning vali ne'matlari ham juda yaxshi tushunadi. Qolaversa, Obid Nazarovning diniy ulamolarga qotillik va suiqasdlar qilish haqida buyruq berishiga yana bir sabab shuki, Obid Nazarovning bu imomlarga nisbatan avvaldan shaxsiy adovati bo'lgan. O'zining g'oyasi xato ekanini fosh qilgani uchun birinchi navbatda ko'zga ko'ringan taniqli imomlarni o'ldirish haqida fatvo bergan. Tarixdan bir oz o'rganib chiqib, hozirgi davrdagi sodir etilayotgan ba'zi bir jinoyatlar, suiqasdlar to'g'risida xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Hazrat Usmon radhiyallohu anhuni o'ldirishlik ham hokimiyatni qo'lga olishlik edi. Hazrat Ali radhiyallohu anhuni o'ldirishlik ham hokimiyatni qo'lga olishlik edi. Agar bularning mafkuralarini, asl negizini, zamirini yaxshilab teran o'rganib chiqadigan bo'lsak, hammasining ostida taxtida hokimiyatni qo'lga olishlik, taxtni egallashlik, mol-u dunyoga o'zi ega bo'lishlik, boy badavlat bo'lishlik va hokazo o'zining nafsini, o'zining shahvatini, o'zining turli tuman xohish istaklarini quliga aylanib qolgan insonlar kelib chiqadi. Faqat mana shu niyatlarini islom dinining niqobi ostidagina amalga oshirishlik ular uchun avvaldan odat, urf bo'lib qolgan. Agar o'sha davrni hozirgi kunimizga qiyos qiladigan bo'lsak, ayni o'zi. Hozirgi kunda ham ahli ilmlarimiz, jumladan imom xatiblarimiz tarafidan bularga qarshi, g'oyaga qarshi g'oya bilan kurashishlik, ularning tutgan yo'llari islom dini ahkomlariga to'g'ri kelmasligini ilmiy yo'llar bilan tushuntirishlik, xalqni to'g'ri yo'lga, hidoyatga boshlashlik borasida jonbozlik ko'rsatib xizmat qilayotgan imomlarimiz bilan ular kelib to'g'ridan to'g'ri ilmiy bahs qilishlikka albatta ilmi ma'rifatlari, kuch-qudratlari va nihoyat imkoniyatlari ham yetishmaydi. O'zlarining ilmiy bahslari, g'oyalari hech qanday samara bermayotgan ekanligini tushunib yetganlaridan so'ngra ota bobolariga o'xshab qo'llariga qurol olib, endi jismoniy bahsga, jismoniy tortishuvga, hattoki birovning joniga qasd qilishlikdek katta gunohga qo'l urishlik, birovni qoni bilan o'zini qo'lini bulg'ashlikkacha borib yetdi. Jihodchilar jamoati 2009-yilning yoz oylarida sodir etgan qotillik va suiqasdlar, keng ko'lamli qo'poruvchiliklarga ko'rilgan tayyorgarliklarni bir ko'z o'ngimizdan o'tkazar ekanmiz. Bugungi zamonamizning kunday ravshan, achchiq haqiqati yana bir bor ayon bo'ladi. Ayanchlisi shuki, tashqaridagi kuchlarga yollangan kimsalar o'zi kimlarning qo'lida qurol, ijrochi ekanini bilib bilmay, xiyonatkor sifatida o'z vataniga qarshi qurol ko'taradi. Har qanday diniy ekstremistik tashkilot yoki guruh bu o'z holicha, o'zi qandaydir tuzgan reja bilan faoliyat olib bormaydi. Ularning ortida yirik davlatlar
va ularning maxsus xizmatlari va judayam katta moliyaviy dastak vositasida faoliyat olib borishadi. Bunday diniy ekstremistik va terroristik guruhlarning rahbarlari juda ham o'sha maxsus xizmatlar uchun juda ham bir ahamiyatli, muhim bir shaxslar hisoblanishadi. Garchi o'sha Interpol tomonidan qidiruvga e'lon qilingan bo'lsa-da, yoki bo'lmasam o'zining mamlakatida yoki o'sha faoliyat, shu guruh faoliyat yuritayotgan mamlakatda terroristik guruh sifatida e'lon qilingan bo'lsa-da, lekin ular o'sha maxsus xizmatlar tomonidan qo'riqlanib, hattoki ular yashayotgan uy va o'sha faoliyat yuritadigan hududlar ham qo'riqlanib, ularni bir himoyaga olishadi. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, har qanday ekstremistik yoki terroristik guruhning ortida yirik moliyaviy manba, juda ham puxta ishlangan reja va o'sha diniy turli xil diniy dasturlar bilan niqoblangan, diniy qoidalar bilan niqoblangan, aslida o'sha mamlakatlarda, mintaqalarda qo'poruvchilik, ijtimoiy siyosiy jarayonlarda tanglikni yuzaga keltirish maqsadida amalga oshiriladigan bir dasturlar hisoblanadi.